Baba yengamiz bilan ozgina suhbatlashdik. Ko'p yig'larlarki günimizcha. Yonida yo'qman, kelinimdan, singlimdan, mehribonimdan deyaptilar. O'tganlarimizning oxiratlari obod, joylari jannatdan bo'lsin. Mehribon ukamni erta berib qo'ydim. Ukamni umrini farzandlariga, turmush o'rtog'iga bergan bo'lsin deyaptilar. Hammaning o'rni boshqacha bo'lar ekan. Mana o'ylaymanki deyaptilar yengamillo, ukajonim bizni hozir jannatlardan, samolardan kuzatib turibdilar. Albatta yoshlikda birga o'sdik, birga ulg'aydik, farzandlarini katta qilgan, ulg'aytirgan, bugun oramizda ukajonim yo'q deyaptilar. Shunday bo'lsa-da, ukamni o'rnini bildirmay, mana singlim, kelinim farzandlariga, ota-onamga beminnat qaradi. Alloh rozi bo'lsin. Ming bora roziman men kelinimdan, singlimdan. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u.